Ancha 24 mingdan arzon beraveramiz. Mana bu uchastkalari ham bor. Undan tashqari 2,5 sotuv yer 1,5 kilometr kirgandami? Qancha kirganda Toshmi postdan? Toshmi postidan 1 kilometr kirganda. 1 kilometr. Svetofordan o'ngga qayrilganingizda 200 metr yurasiz, mana shu yo'l yuzida joylashgan xonadonimizni beraveramiz. Men bu yo'lni yaxshi bilaman, o'zingizdan bilasiz. Suv, gazdan umuman muammo yo'q deb o'tdi. Kanalizatsiyalargacha bor, kommunalkadan muammo yo'q, xudo xolasa. Eng qizig'i, hech qayerdan 2,5 sotuv topolmaysizlar, ayniqsa arzon narxda. Shundoq, necha pul dedi mana qo'shningiz? 30 mingdan oshib so'rashyapti. 30 mingdan oshib so'rashyapti. Abdulaziz aka o'zlariga olib qo'ydilar bu yerda. Endi pul kerak, sotmoqchi bo'lyaptilar. Xo'p, bo'ladigan tarqalgani 24 ming qo'yaveramiz. 24 ming dollardan beraveramiz. Beraveramiz. 22 mingdan o'zimizning xaridorlarimiz bor, bermaymiz 22 mingga, 23 mingga ham bermaymiz. Oxiri sizni obunachilaringiz uchun 24 ming. Bo'lmasa 24 mingga beraveramiz. 24 ming dollar oxirgi taqalgan narxi. Shundan kelib ko'rishadi. Kommunalka, kadastr hech qanaqa muammosi yo'q. Hamma narsada to'liq bo'lgan. Kelasizlar, ko'rasizlar. Bu yoqda qaranglar. O'zi bu yoq 5 sotuv, 2,5 sotuv bo'd, 2,5 sotuv bo'd. Xolisinglar bu yog'i, xolisinglar bu yog'i. Tanlab olishadi yoqqanini. Endi 2,5 sotuv o'zimizga niyat qo'yganmiz, imorat tushirib, o'zimiz yashashga qilib qo'yilgan joy. Tushunarli. Shunaqa. Shaharga eng yaqin lokatsiyalardan bittasi, Astanovga ham yaqin. Muammo yo'q. Shaharga shunday yetib olasizlar. Eshitdagi shunday asfalt qilingan, yangi asfalt qilingan joy ekan. Turpoli ko'chalarga kirmaysizlar va ichkariga qarab kirib ketmaysizlar. Mana shu yerda shunday kirib yashayversalar bo'ladi. Gap yo'q ekan, pastki nomerga telefon qilib 24 ming dollardan, o'sha 60 ming bo'ladi, 60 ming dollarga baraka qilib olsanglar bo'ladi.